Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan Uyg'ur musulmon qarindoshlarım, sizlarga Allohning salomı bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, navbatda Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan xiris Uyg'ur musulmonlarining beshidan o'tayotgan kulfat tarixda misli ko'rilmagan. Uyg'ur musulmonlari chekayotgan zulm Uyg'ur tarixida takrorlanmagan bir ahvolda yashayapmiz. Bizni dushmanlar yo'qotimiz deydi. Mushu sharoitda Uyg'urlarning birdan-bir o'zini saqlab qolishi, imanını saqlab qilishi, kimligini saqlab qilishi, mavjudligini saqlab qilish bo'lsa, oiladan iborat yemirilmas qo'rg'on bilan bo'ladi. Shuning uchun men qarindoshlar bilan mush oila to'g'riliq, islomdagi oilaning o'rni, islom to'y qilish qanday qaraydi, oila qilish qanday qaraydi, erlarning majburiyati va huquqi, ayollarning mas'uliyati va huquqi, qiz yigitni qanday tanlaydi, qaysi asosda, qaysi o'lchamda yigit qizni qanday tanlaydi, qatorliq mush oilaga aloqador bir necha darsni sizlar bilan o'rtoqlashish uchun bu yerda o'tiribman. Hurmatli qarindoshlarim, islom dini bizni dunyo oxiratda, insoniyatni dunyo oxiratda baxtlik, saodatmand qilish uchun bu dunyoga kelgan. Islom dinini amaliy turmushimizda, ish harakatimizda tatbiqlasak, chuqum buning natijasini ko'ramiz. Chuqum bu dunyo baxtlik bo'lamiz. Hattoki bu dinga iymon keltirmay turib, mush dinning ta'limotlarini tatbiqlasa, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ta'limotlarini, insonlar huquqiga aloqador ta'limotlarini, axloq aloqador ta'limotni tatbiqlasa, agar kofir bo'lsin, bu dunyoda baxtlik bo'ldi. Mush dunyoda baxtlik bo'ldi qarindoshlar. Din mushundaq din. Endi oila desak, oila mushu Odam alayhissalom yer shariga tushgandan tortib oila dunyoga kelgan. Ya'ni yer sharidagi hayotlik oila bilan boshlangan. Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimda mush payg'ambarlarning vaqaligini bayon qilib bergan vaqtida har bir payg'ambarning mush oilasini ham qo'shib bayon qilgan. Odam alayhissalom bilan Havo onamizni, İbrahim aleyhisselam bilan dadisi, Musa aleyhisselam, Aksa Harun aleyhisselam, singlisi, İbrahim aleyhisselam Hacer, İbrahim aleyhisselam Sara, Meryem anamiz, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam ayolları, Nuh aleyhisselam ayoli, Ayyub aleyhisselam ayoli, mush bütün peygamberlerinin ailesini ham tilga olgan. Nima uchun deganda, o payg'ambarlar bizga nisbatan bir ulga. Oilasi biz bilan ulga. Shu payg'ambarlarning hammasi oilasida avorchilik bo'lgan, datalash bo'lgan, o payg'ambarlar uni qanday hal qilgan, mana dinimiz bizga bir baxtlik, saodatman oila qurishni mushundoq o'rgatgan va oilaning bir muhim ekanligini mushundoq ta'kidlagan. Çünkü aile biz musulmonlar uchun hem bu dünyadaki cennetimiz, hem bizninki en rahatlandigan, xotirjam bo'ldigan, bir dunyoninki rohatini surdigan bir o'rin qarindoshlar. Shuning uchun bu mukammal, sog'lom oila qurishimiz kerak. Endi chunki bu sog'lom oila biz orzu qilayotgan sog'lom islomiy jamiyat, İslam devletinin tuncu hücresi ve tuncu xişi, İslam temideki, İslam cemiyet temideki tuncu xiş. Bu çokum sağlam buluş gerek. Çünkü muş aileden bizge ni alim, ölüma, dahi ve kattıla alimler muş aileden kep çıkar qarindoshlar. Çünkü statistiklarda istatistik qilishicha, mushu jamiyatda turmushda g'alaba qilgan
odamlarning to'lisi oilasida yaxshi tarbiyalanganlar. İslam tarixini o'qisak, nurg'un İmam Abu Hanifa, İmam Shafi'i, İmam Malik, İmam Buxoriy desak, hammasi oilada bir qo'lliq tarbiyalangan, oilasi ilm ma'rifatni suydigan sog'lom oilalar edi. Shuning uchun dinimiz mush oila qurishga bak rag'batlantirgan. Qur'oni Karimni olsak, Qur'oni Karimda taxminan 146 oyat mush oilaniki, oilaga aloqador masalalarni bayon qilgan. 20 surada, Qur'oni Karimda 20 sura va Taloq surasi deymiz, Suratin Ayollar surasi deymiz, Nur surasi deymiz. Mush nurg'un suralarda mush ayol 20 dan ortiq suralarda mush oilaga aloqador masalalarni o'tirib qo'ygan. Endi bu Qur'oni Karimda xalqaro qonunga 20 oyat bilan xalqaro qonunning, ya'ni musulmonlarning xalqaro davlatlar bilan bo'lgan aloqasini 20 oyatda bekitib o'tgan qarindoshlar. Ammo faqat oilaga bu 146 oyatning bo'lishi dinimizda mush oilaga ne qadar ahamiyat berganligi, dinimizda bu oyatning ne qadar muqaddas bir o'rin ekanligi bayon qilingan. İslam qonundimi mush oila masalasi, masalan to'y qilish, ayollarning mas'uliyati, bal tug'ish, bal tarbiyalash, ajrashish, mirosda mush ayollarga aloqador islomning qonuni butun islom qonunining 5 dan 1ni yoki 4 dan 1ni egallaydi qarindoshlar. Ammo bu oila to'g'riliq kelgan hadislarni men to'play desam, jihligidan to'plab bilamdim. Yuzlarcha, minglarcha hadis bor ekan qarindoshlar. Shuning uchun dinimiz mush oilani bak muqaddas ko'rdi. Oila xotin o'rtasida nikohni ajoyib muqaddas biladi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shuning uchun musulmonlarni oila qurishga targ'ib qilib, ya ma'sharash shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ey musulmon yoshlari, siz moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish qodir bo'lalsanglar, kechiktirmay darhol to'y qilinglar degan. Man ja'akum tardawna dinahu va xulqahu fazawiju. Sizga dindor, axloqli odam kelsa, qizlaringlarni chuqum beringlar, o'g'illaringlarga shunday qizlarni ep beringlar. Kechiktirmanglar, agar undoq qilmaydigansizlar, zamonda fasodchilik yuz beradi deb Rasululloh mush to'y qilishga nihoyat rag'batlantirgan. Hatto mush to'y qilish kechiktirgan yoki to'y qilmaganlarni mening ummatim emas deb aytgan yer va qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning uyiga 3 odam keldi. Bularning maqsadi Rasulullohning kundalik turmush faoliyatlarini va ibodatlarini bilmoqchi bo'lgan edi. 3 odam kelib Rasulullohning bir kunlik ibodatini bilib, bu Rasululloh ajab oz ibodat qildi-ku degandek bir o'yga kelib qoldi. Shunda bo'lsa-mu, birisi dedi, men kunduzi davomli ro'zma 360 kun namoz ro'za tutmayman dedi. Birisi men kechasi uxlamay namoz o'qiyman dedi. Biri men to'y qilmay hayotimni Allohga ibodat qilaman dedi. Bu gap Rasulullohga aytdi. Rasulullohim dedi, men ham uxlayman, ham namoz o'qiyman, ham to'y qilaman, ham ibodatni joyida qilaman. Men bir normal insondek yashayman. Men payg'ambar, hammadan taqvodor odam men kimki mening mosh yo'limdan yuz o'riydi ekan, mening ummatim emas deb aytdi. Shuning uchun mana bu to'y qilish masalasi dinimizda nihoyat muhim. Ya'ni oila qurish masalasi dinimizda nihoyat muhim o'rinni egallaydi. Endi bizda dinimiz insoniyatni dunyo oxiratda baxtsadat qilish uchun kelgan dedik. Endi har bir insonning baxtli yashash orzusi bor. Bu dunyoda baxtlik, u dunyoda baxtli bo'lish orzusi bor. Endi baxtli bo'lish uchun mana 4 ishga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqamiz qarindoshlar. Sen bir inson ekansan, chuqum seni kim yaratdi buni bilishing kerak. Chunki Allohni tunish dinimizning tub javhiri. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tunish uchun chuqum vaqt ajratishimiz kerak, zihin ajratishimiz kerak qarindoshlar. Seni yaratgan odamni tunimasang, seni nima uchun yaratganligini bilmasang, sendan nimin talab qilganligini bilmasang, bu dunyoda nima uchun yashaydiganligini bilmasang, bu
Ölümning mahiyetini tushunmasan, o'lgandan keyin nima bo'ldi tushunmasan, mayli sen eng cho'ng ilm-fan olim bo'l, faylasuf bo'l, cho'ng amaldor bo'l, oliy bilim yurtlarida oliy bir mashhur o'qituvchi bo'l. Sen o'zingning nima uchun yashaydiganligingni, yoritilishdagi maqsadingni bilmaysan, demak sen o'zingning kimligini bilmaysan. Demek Allah'ını tanış. İkincisi kardeşler, muş ailemiz bilen boğan alaqıga ahmiyet veriş. Nima uchun? Çünkü sen ming pul tepipse, Bill Gates'tek pulun varken, lekin ailendeki bir kişi sen oylagandek emesken, balan akçık iken, ayalın bir, demek sen o baxtlik bulamaysa. Üçüncüsü, sen insan muşu, özünün muşu bir turmuşu da bir tirikchilik qiladigan kasbga, hunarga, xizmatga mushning ahamiyat berish kerak. Chunki bu dunyoda yashagan ekanmiz, biz iqtisodga muhtoj. Uchinchisi, to'rtinchisi sog'lomlikka ahamiyat berish. Chunki butun mushni qilish uchun senda sog'lomlik hammadan muhim. Demak, mush to'rt narsa insanda tuluqlangan vaqtida ondan keyin inson tuluq baxtli bo'la oladi. Shuning uchun to'rt narsaga ahamiyat beramiz. Shuning ikkinchisi bo'lsa oilaga ahamiyat berish. Bizda do'q oila bizning eng oxirgi qo'rg'inimiz, jannatimiz dedik. Shuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mush oilaning inoq bo'lishi uchun erlarga nisbatan nima dedi? La yukrimuha illa karim va la yuzilluha illa laim dedi. Ayollarni faqat oliy janob kishilar hurmatlaydi. Pastkash odamlar ayollarni xo'rlaydi dedi. Ayollarga nisbatan nima dedi? Innalloha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha dedi. O'zining eriga rahmat etishini, ya'ni eri shundoq bu ayol uchun, oila uchun jon ko'ydirib, fidokorlik ko'z tutib, nurg'un narsadan voz kechib, oilasining baxti uchun kurash qilib olsa, rahmat deyishni bilmagan ayolga Alloh qaramaydi dedi. Erlarga nisbatan xayrukum linisaikum dedi. Sizlarning eng yaxshinglar dedi Payg'ambar alayhisalom. Ya'ni biz voy falon hojim yaxshi, pustani odam yaxshi deymiz, lekin Payg'ambar alayhisalom kimning yaxshilikqa bir o'lcham bekitib berdi, bir qimmatni bekitib berdi. U bo'lsa nima desa, xayrukum linisaikum. Ayollaringlar yaxshi bo'lganlar. Ya'ni ayolinglar sendan yaxshi odam desa, ondan keyin sen yaxshi odam devatdi. Ayollar uchun Rasululloh deydi, agar bir insonga sajda qilish durust bo'lgan bo'lsa, ayollar alirga sajda qilsa bo'ladi deydi. Demak, mushundoq oilaninki mustahkam, sog'lom, yimirilmas, inoq oila bo'lish uchun Rasululloh erning majburiyati va huquqi, ayolning mas'uliyati va huquqini aniq bekitib berdi. Oilning vayron bo'lmasligi uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam erlarni ayolni xo'rlamaslikka, hurmatlashga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf, sizlar ular bilan chiroylicha uy tutinglar degan oyatga o'limal tafsir qilib, bu yerda ayollarni hurmatlanglar, qadrlanglar degan bo'ldi. Qadrlashda sen ayollarni sen xop qilish emas, ayollaring xop qilib qolsa, shuni singdirib, ko'tirib, shuni sabr qiling degan bo'ldi deb tafsir qilgan. Ayollar uchun Eyyuma imra'atin sa'alat talaqaha bila ba'sin fala tajidu raihatul jannah. Her qandaq bir ayol sebepsiz yo'qlang ushaq-tushak ishlar uchun shu ishlarni deb, yo'qlang ishlarni deb eridan xitni elishini talab qildi ekan, bu ayol jannat emas, jannatning purxini topolmaydi dedi. Buningdanmi mush oilninki bir mustahkam inoq oila bo'lishining zo'rligini bildirib turdi. Yana Rasulullohning bir hadisi bor. Mushu Azazul, ya'ni shaytonlarning boshlig'i iblis o'zining xizmat ishxonasini nimaga qurdi? Bu dengizning o'ttirsa qurib, o'zining shaykillarini xizmatga boruydi. Kechdi bu shaykilar xizmat dokulati berib, birisi deydi men palonni o'ltirgizib bir-birini zina qildiryaptim, o'g'rilik qildim, uni qildim, sen misan ha deb qo'ydi deydi. Birisi kelib, men bugun bir er ayolni ajrashtiryaptim desa, men o'ng tarafimda o'ltira deydi degan hadis bor. Buningdan bu oilaning vayron bo'lishi naqadar bir
Günah iş ekanligini bildirdi. Şunun uchun İbn Xaldun degan olim shundoq degan. Bir davlatningki taraqqiy qilishi, gullanishi yoki orqada qilib vayron bo'lishi shu oilalarningki inoq sog'lom oila bo'lishi yoki bo'lmaslikqa munosabatli degan qarindoshlarimiz. Oilaning inoq bo'lishi uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush ota-onaga hurmat qilish, ota-onaga yaxshilik qilishni jihoddan afzal amal qatoriga tizib o'tgan. Hadis sharifda ahabbul a'mal ilalloh as-salatu fi vaqtiha va bir validayn thumma al-jihad. Allah eng yaxshi ko'rgan amallardan namozni vaqtida o'qish, ota-onaga yaxshilik qilish va jihad qilish, undan keyin jihad qilish degan qarindoshlar. O'ylab boqinglar. Man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Kichiklarga hurmat qilish, ularning huquqlariga hurmat qilish, ularning inson ekanligiga hurmat qilish. Ya'ni kichiklarni hurmatlamasanlar, cho'nglarni qadrlamasanlar, mening ummatim emas da'vat qarindoshlar. Oila qurishning muhimligidan mush oilada xarjlangan pul jihad xarjlangandan katta pul ekanligini bayon qilyapti. Demak, oila qurmaganlar mush oila qurgan odamlar erishadigan nurg'un savobdan mahrum qoldiganligini dedi. Oilaning muhimligidan. Men inshaalloh bir darsda sizlarga deb beraman mush islomning mush to'y qilish qanday qaragan islom dinimiz. Mush haq so'zlagan vaqtida bu to'y qilish bir ikki insonni ajr savobning bag'chisiga akirib qo'ydi qarindoshlar. Ayni qarasimi, mayni qarasimi, oldiga mansimi, keyniga mansimi savob qilinmaydi. Shuning uchun bu oila bizga muhim. Shuning dinimizning butun jarayoni mush oilani muqaddas, oila qurish, oila muhofazat qilish, mushni haqida so'zlasa, butun dunyodagi davlatning qonunlari oilani vayron qilish. Qarab boqing qarindoshlar. Davlatlar ayollarga ko'ngil bilmaydi, oilaga ko'ngil bilmaydi. Bütün təşviqatlarda oğullarının qız dostu, qızlarının oğul dostu. Şunlan dünyada dadısı yox, neçə min bala bu kesellər taqılıb atqan. Oylab baxılı. Mən şu Amerikanınki Newsweek deydigan bir jurnal var ekan, şu jurnalın ərəbçəsini oxudum. Bunun nim depdi desana bir alim depdi. Amerika sakratda deb. Nimişqa degan vaqtida mush yaqinqi 10 yil ichida Amerikada haramdan tug'ilgan balalarni beqiyotgan onalarning, ya'ni dadisi yo'q balni beqiyotgan onalarning soni 7.500.000 ga bor debdi. Amerikada 3 bala olsa chuqum birisi haramdan bo'lgan bala deydi. Yani 3 balni ko'rsang birisi chuqum haramdan bo'lgan bala keda deydi. O'ylab boqing. Mush jurnalda deyotgan gap bu. Ballarga egolanmagan, ota-onalarga bayramlarda, hitlarda bir tilp o'yib qo'ysa, bu balani aytib vafodor bo'ladi. Men mash o'z quligim bilan angladim qarindoshlar. Amerikaningki sobiq zontoni bo'sh, men ota-onamga ko'ngil bilman, 15 kun bir qatim tilp o'yib qo'ymaydigan gapni mush quligim bilan anglagan qarindoshlarimiz. Qizlar uydan chiqib qolgan, ballar huquqi, boshqaranmaysiz, egolanmaysiz, kim bilan turibotidi, hatto kim bilan yetib qopotidi, ego o'g'ilmagan. G'arib mushu qarindoshlarimiz. O'ylab boqinglar, bu yerda bo'layotgan zina, fohisha, mush to'rda mushu oilani vayron qildigan, insonlarning axloqini vayron qildigan, qiz yigitlarimizni zaharlaydigan, mush seriq narsini taqdan to'r bekatning soni 23 million deydi. Mushu maxsus rezil seriq filmlarni taqdidigan televiziya kanalining soni 200 ming deydi. 200 deydi. 200. O'ylab boqinglar. Ana mushundaq sharoitda biz oila qurib, qiz yigitlarimiz haramdan saqlanish kerak. Alloh subhanahu va taolo yigitlarimizni ko'zini haramdan saqlashga buyursa, qizlarimizni avratlarini yepishga buyurdi. Mush zamonimizda avratlarini yepib, bir musulmondak yashagan qizlarimiz yer sharida mengayotgan farishta. Yigitlarimiz
Biz her bir haqning qizlarga qarga vaqtida o'zimizning singlisini, ochisini o'ylaylik. Ularga boshqalar qanday muomil qilishni orzu qilsak, biz boshqalarga shunda muomil qilaylik. Allah subhanahu va taolo bizda ba'zi talablarni qildi. Bizda tamoqqa bo'lgan talabimiz, so'yguga bo'lgan talabimiz, bizda jinsiy talab bor. Lekin Alloh buni halol yo'li bilan hal qilgan yo'lni shunda kengir ichbadi. U bo'lsa-mu oila qurish qarindoshlarimiz. Bo'lmaydi ekan, biz Uyg'urlar bizning bir davlatimiz yo'q. Bizning xalqaroliq cho'ng bir ijtimoiy tashkilotlarimiz yo'q. Uyg'urlarning birdan-bir o'zini, dinini, mavjudligini, kimligini saqlab qolgan birdan-bir tashkiloti oila. Alhamdulillah bu aileге hech kim kamera qo'yib, ailemizga bir adam kirib, ailemizni qilanmadi. Shuning uchun ailemizni vayron qilishga har xil tashviqotlar orqali tirishayotdi. Biz qanday qilishimiz kerak? Ailemizni chuqum saqlab qolishimiz kerak. Oxirisida qarindoshlarim, darsning xulosasida sizlarga 3 og'iz gapim bor. Birinchisi, mushu dinsizlardan to'y qilmaslik yoki to'y qilishni kechiktirish, oldirmay to'y qilish, o'rlishib to'y qilish degan ishlarni biz o'zimizga yaqin ekanmayli. Dinimizda boyfriend, girlfriend yo'q qarindoshlar. Dinimizda halol Qur'on hadisning ruhiga asosan musulmonlarning shohidligi bilan halol juftivan muqaddas nikoh. İkincisi ailemiz, bağlarımız. Bu ailemizni saqlab qolaylik qarindoshlar. Ailni baxtli qilish, qilmaslik er ayolning qo'lidagi ish bu. Xohlasang baxtli qila olasan, xohlamasang baxtli qilmaysan. Er ayol Qur'on hadis bilan dinimizdagi har bir odam o'zining mas'uliyati bilan huquqini bilsa, huquqini talab qilib mas'uliyatini bilmaydigan mandaq nurg'un erlarimiz bor. Nurg'un ayollarimiz var. Mas'uliyetini asli bilmaydi ya huquqini bilmaydi. Mana shuni bilib qilsak biz chuqum bir oilani baxtli qila olamiz. Üçüncüsü qarindoshlarimiz, mushu to'y qilish, baldur to'y qilish. Bo'lib mushunda buzuq ketgan pasatchilik bilan, buzuqchilik bilan tushib ketgan bir dunyoda biz darhol to'y qilish qarindoshlar. To'y qilish uchun mashina bo'lmasmi, qavat uy bo'lmasmi, bir qavat, bir ig'izliq uy bo'lsa qarindoshlarimiz. Biz so'ydigan halol juftimiz bo'lsa, qo'saq to'yg'idek nam bo'lsa, bo'laverdi qarindoshlar. Biz o'zimiz besim qilib, nurg'un narsani, yo'q narsani tepilib, hadis Qur'ondan jiroqlab, shuni bilan biz mushundoq kuni qilib qoldik. Hey, o'ylab boqili. Men o'qidim, shu jurnal nima debdi desanglar, Amerikada Amerikani qutqizish uchun oilani qutqizish kerak deb bir ommaviy tashkilot qurilibdi. Bu tashkilotda kimki har qanday bir qiz yigit pok holatda to'y qilsa $10,000 pul verimiz, mukofotlarimiz desa, shu yozg'ichlik deydi. Mana men pokda bir qiz bir o'g'il kelib to'y qilishdan mukofot olishga jur'at qilolmagan deydi. Mana bu dindan jiroqlik. Mana bu Qur'oni Karimda o'tirgan ozg'unlik. Mana bu dunyodagi eng baxtsizlik shu. Nurg'un kasallar, nurg'un oilaning vayron bo'lishi, mush dinimizdagi oilaning o'rnini, majburiyatini, oilaning tuzumini, nizomnomasini bilmaganlikdan bo'ldi. Inshaalloh men bu vaqtda sizlar bilan bir necha darsda uchrashaman. Alloh subhanahu va taolo sizlarni dunyoning har qaysi joyida bo'linglar, baxtlik, saodatman, iymonlik, insoflik, vijdonli kishilarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.